Sen haqiqiy erkakdek enagani qo'yningga olding. Mary, u robot. Texnik simlar jamlanmasi. U oddiy temir tersak xolos. Tushunyapsanmi? Lekin xuddi odamdek gapiradi. U bolalarimizni ovqatlantirib, uxlatib ham qo'yadi. U odam emas, lekin sen uchun shunchaki robot ham emas. Bas qil. Bas qilay. Men o'lim to'shagida yotgan mahal, sen bu yerda ko'ngilxushlik qilibsan. Men kasalxonada hayot uchun kurashib yotgan bir paytimda sen o'rtamizdagi nikohga nuqta qo'yganingni bildim. O'rtamizdagi munosabat bu mumkin emas. Axir tushunasan-ku. Xizmatimdan qoniqmadingmi, Nik? Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Meni xatoyim bor. Bolalarim, bu ishga qo'l urmasligim kerak edi. Lekin bu seni tushkunlikdan olib chiqdi. Bas, boshqa insoniy ehtiyojini qondirishni o'zi yetarli emas. O'rtada iliqlik, sevgi bo'lishi lozim.